ko'z oldimizdagi dunyoga nazarimizni og'dirganimizda mavjudotlarning o'zaro hamkorlashayotganligini bayqaymiz. Atomlar hujayralarning, hujayralar organlarning, organlar badanning, bulutlar o'simlik va hayvonotlarning, hayvonotlar insonlarning xizmatini qiladi. Butkul maxluqot bir-biriga yordamlashadi, bir-birining kamchilliklarini to'liqlaydi. Holbuki boshqalar bilan hamkorlashish uchun oldi bilan hamkorlashquchining irodasi bo'lishi va hamkorlashish yoki hamkorlashmaslikni tanlay oladigan bo'lishi kerak. İroda bilan birga qudrati bo'lishi kerak. Chunki qudrati bo'lmasa hamkorlasholmaydi. Bulardan sirt yordamga ehtiyoji bolalarni to'niyolagudek ilmiy iltijosini anglay oladigan quliqi, ko'ra oladigan ko'zi, ehtiyojlarini his qila olagudek tuyg'usi, yana mushularga o'xshash necha o'nlagan sifatlari bo'lishi kerak. Holbuki o'zaro hamkorlashayotgan maxluqotlarda iroda, kuch-qudrat, anglash va ko'rish degandek sifatlar yo'q. Undaqda bu mavjudotlarning bundaq hamkorlashishi o'z oldiga ham o'z-o'zicha qila olishi mumkin emas. Demak, parda oqisida ularni shundoq hamkorlashadigan holatga keltirgan bir zot bor va cho'qim bo'lishi kerak. Koinotdagi butun jonliqlarni bir tarafga ayirsak, ko'z oldimizda faqat jonsiz, ongsiz, irodasiz va kuch-qudratsiz bir to'p maxluqlar qoladi. Bundaq ahvolda boyning yo'qsilga, kuchlikning kuchsizga yordam berganidek, jonliq maxluqlarningmi jonsiz maxluqlarga yordam berishi kerak. Holbuki amaliy reallik buning dal aksicha bo'lib, jonsiz maxluqlar jonliqlarga yordam qilyotadi. Jonsiz ham irodasiz bir narsaning o'zining foydasiga yordam bera olishi mumkin bo'lmaganiga qaraganda, demak, butkul maxluqot buyruq ijro qiluvchi bo'lib, Allohning buyrug'i bo'yicha harakat qiladi. Masalan, bulutlar yomg'irlarni ilib, yer yuzidagi maxluqotlarga yordam qilishga oldiraydi va ularni suv bilan ta'minlaydi. Bu hodisada mono 3 masaladan birini qabul qilishimiz kerak. Birinchi, bulutlar insonlarni, hayvonotlarni va o'simliklarni toniydi va ularga shafqat qilib, yomg'ir yog'diradi. Albatta bunda qilish uchun hayot, iroda, kuch-qudrat va ilm degandek sifatlarga ega bo'lishi kerak. Ikkinchi, bulutga yomg'ir yog'dirg'ili sog'ini insonning qudratidir. Inson bulutni yomg'ir yog'dirishga buyuruydi, ondan bulutmi yomg'ir yog'diradi. Bu ikki xil tanlashni qabul qilg'ili bo'lmaydi. Kallasi joyida har qanday odam bu ikki xil tanlashdan hech birini qabul qilmaydi. Undaqda endi faqat uchinchi tanlashlar qoldi degan gap. Uchinchi, bulut Allohning buyrug'i bo'yicha harakat qiladi. Allohning buyrug'i bilan yer yuzidagi mavjudotni suv bilan ta'minlaydi. Yomg'irni yaratganmi, yer yuzidagi mavjudotga marhamat qilganmi Alloh taolodir. Yuqorida ko'rganimizdek, bulutlarning yer yuzidagi mavjudotlarga yordam berganiga o'xshash butkul ashyolar bir-biriga yordam beradi. Ongsiz, jonsiz, irodasiz, ilmsiz, qudratsiz maxluqotlarning bundaq mehr shafqatga to'lgan yordamni o'zligidan qila olishi asla mumkin emas. Bularning bunchavala yordamlarni o'zligidan qilinmasligidagi ojizligi shuni isbotlaydiki, parda orqasida bir zot bor va ularni bir-birining yordamiga sog'inimi shu zotdir. Dunyoda ko'z oldimizda yuz berayotgan yordamlashish faoliyatlarining misollarini sanab tugatgili bo'lmaydi. Shuni biz faqat o'rnak sifatida bir misol elib, Allohni inkor qilmoqchi bo'lganlardan ba'zi savollarni so'raymiz. Yiltizning ikki xil vazifasi bor. Biri daraxtni o'ri tutib turish, ikkinchisi tuproqdan daraxtga ketarlik moddalarni so'mirish. Lekin orcha, qarag'ay degandek inchki yo'pirmoqlik daraxtlar o'sadigan joylardagi tuproqlarda kislota tarkibi bo'lg'ashqa, yiltiz daraxtga ketarlik moddalarni tuproqdan so'mirolmaydi. Bu daraxtlar dal mushunda qiyin paytda turganda kutilmagan yerdan mazkur daraxtlarning g'ul qismlaridan zamburug'lar o'nib chiqadi hamda ketarlik moddalarni ishlab chiqarib daraxtga yetkazib beradi. Mazkur daraxtlarmi bu yaxshilikqa javoban o'zlari ishlab chiqargan shakardan ma'lum miqdorda zamburug'larga beradi.
Navoda yuqorida so'zlab o'tilgan hamkorlashish faoliyatlarining haqiqiy ishqa oshirg'uvchisi bo'lgan Allohni qabul qilmasangiz, mono savollarimizga javob berib beqing. Birinchi, zamburug', qarag'oy va orchi daraxtlarining mazkur qiyinchiliklarini qandoq biladi? Albatta, zamburug'ning buni bilishi mumkin emas. Chunki bilish ilm sifatiga ega bo'lishni talab qiladi. Zamburug'ning ilmi yo'qligi hammamizga ayon. Yoki siz hatto o'zidan xabari yo'q zamburug'ni Ibn Sinodek bilimlik deb qaramsiz. Amaliyotda bu ishni Ibn Sino qilolmaydi. Ikkinchi, bo'pti, zamburug'ning bilimi bor, daraxtning qiyinchiliklarini bilalaydi deb turayli. Lekin daraxtga yordamlashish mehr shafqatning natijasi. Mehr shafqati bo'lmagan narsa boshqalarga yordam qilolmaydi. Holbuki zamburug'ning mehr shafqati yo'q. Yoki siz zamburug'da cheksiz mehr shafqat bor deb qaramsiz. Uchinchi, bo'pti, zamburug'ning ilmi-mi, mehr shafqati-mi bor deyli. Ajaba yiltiz qilinmagan ishni zamburug' qandoq qila oladi? Daraxtga ketarlik moddalarni qandoq ishlab chiqara oladi? Yoki siz zamburug'ning cheksiz kuch-qudrati bor deb qaramsiz. To'rtinchi, oldi bilan zamburug' mazkur daraxtga ketarlik moddalarni qandoq biladi? U qaysi maktabda botanika o'qigan? Masalan, siz mazkur daraxtga qandoq modda kerakligini bilamsiz. Agar bilmasangiz, sizdan so'rab boqayli. Ajaba zamburug' sizdanmi aqlliqmi? 5. Mazkur daraxtning bu yaxshiligiga qarzdor bo'lib qolmasligi uchun o'zi ishlab chiqargan shekardan ma'lum miqdorda zamburug'ga berishi uning minnatdorligidan bo'lganmi? Ya'ni bu daraxt boshqalarning yaxshiligiga qarzdor bo'lib qolmay deydigan darajada g'ururliq daraxtmi? Yana buningga o'xshagan necha o'nlagan savollar bor. Endi shu ayon bo'ldiki, Allohni inkor qilgan odam yuqorqidek safsatlarni qabul qilishga majbur bo'ladi.